urush paytida boylar qatlaga sarmoya kiritadi. Pulim bor Shohid opa, lekin hozir shunaqa beqarorlik paytida qatga pulimni sarmoya kiritsam bo'ladi va u menga yaxshigina daromad olib keladi degan savollar ko'p kelyapti. O'zbekiston sharoitida juda ham zo'r sarmoya kiritadigan instrument bor. Bu instrument Milliy bank tomonidan berilgan. Milliy bank prilojeniyasiga kirasiz va aynan shu Milliy bank prilojeniyasida metallarga sarmoya kiritish degan joyi bor. Metallarga investitsiya. Oldin faqatgina oltinga sarmoya kiritsangiz bo'lardi, hozir esa kumushga ham kiritsangiz bo'ladi. Necha puldan boshlanadi? Oltinga sarmoya kiritishingiz 200 ming so'mdan boshlanadi, 0.1 gram, kumushga esa 3,5 ming so'mdan, ya'ni siz 1 gramini sotib olsangiz bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2025-yilda oltinni narxi 70% ga oshgan, kumushning narxi esa 160% ga oshgan. Bu eng ishonchli va sizga eng zo'r daromad olib keladigan investitsiya turidan biri hisoblanadi. Pullaringizni to'g'ri boshqarish va uni ko'paytirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta Shohida Ibragimovaga obuna bo'lib qo'ying.